İstanbulda Şarkı Turkistonlik muhacirlarning jam bo'lishi bilan iftar ziyofati o'tkazildi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 6-oyning 9-kuni Zaytinburunda Sharqi Turkistonlik muhojirlar uchun iftar ziyofati berildi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 6-oyning 9-kuni Zaytinburun shaharlik hukumatning dengiz bo'yidagi qurusining maydonida Sharqi Turkistonlik muhojirlar uchun iftar ziyofati berildi. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan uyushtirilgan iftar faoliyatiga Istanbulning Safaköy, Zaytinburun qatorliq har qaysi joylardan ayol va o'smirlar bo'lib 1000 dan ortiq kishi qatnashdi. İftar programma Qur'on Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Esla o'quvchisi kichik qarining muğliq ovozi bilan Qur'on tilovat qilishi yuraklarni larzaga soldi. Keyin Sharqi Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon so'z qilib, iftar programmaga kelganlarni qizg'in qarshi oldi va muborak Ramazon oyining qarindoshlik munosabatlarining texnik kuchayishiga hamda bizlarning Xitoy tajovuzlariga qarshi kurash yo'lida birlikka kelishimizga vasil bo'lishiga tilakdoshlik bildirganligini ifodaladi. Keyin jamoat arbobi sobiq parlament a'zosi professor Jalol Arbay so'z qilib, payg'ambar alayhisolamning balliq davridan payg'ambarlik vahiy kelguchi bo'lgan orliqdagi tarixni qisqacha bayon qilib o'tdi. O sözüde yenideki badam dopu kiyip milli pasımda kiyingen 5-6 yaşlık balını ko'rsatib turib Peygamber Aleyhisselam anasından ayrılganda dal mushu baldak bar edi. Keyin o bütün jahonning umidi chirg'i bo'ldi. Olamdagi zulmatni yo'ritdi, qulluq tuzumni yo'qotdi, batilni mag'lub qilib Allohning tavhid bayrog'ini bütün olamga qadagan edi. Mana bu ballar kelgusining va Sharq Turkistonliklarning umidi dedi. O sözünün ahırda Sharq Turkistonliklarning umidlik bo'lishi, hargiz umidsizlanmasligi, ballar Sharq Turkistonning hamda Sharqi Turkistonliklarning umidi ekanligi, bu ballarning Alloh xolisa yaqin kelgusida Sharq Turkiston zamaniga Sharq Turkistonning bayrog'ini qadashga tilakdoshlik bildirganligini ifodaladi. İftar programmada yana diniy olim Ibrohim Damallam birlik va ittifoqlik haqida so'z qildi. Ag'rida Sharq Turkistondagi mislsiz zulm tartib o'tgan xalqimiz uchun duolar qilindi.